Assalomu alaykum obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Videoni oxirigacha ko'ring. Siz uchun albatta foydali, manfaatli bo'ladi. Bo'g'oz sigiri borlar, sigirim qachon tug'adi deyotgan bo'lsa, bu videoni jo'natib qo'yamiz. Agar sizda bo'g'oz sigiringiz bor, mana bunday korsi ochilgan bo'lsa, soniga qarang, tepasiga. Mana bu chuqurchasi bor, sonini ustida, belda bosib ko'ring. Muloyimlashganmi? Demak, korsi ochilgan. 5-6 kundan keyin molingiz tug'adi. Agar sigiringiz yelini to'lib ketgan, tutalari qizarib, yuqoriga qarab qizarib ketgan va yelini qizib ketgan bo'lsa, ushlab ko'ring, yelini tap-tarang qizib ketganmi, tug'ishi juda yaqin qolgan, lekin sut oqib ketyapti, tug'mayapti. Demak, sigiringiz novvoscha tug'adi. Bu sinovdan o'tgan. Bizlar xuddi shunday kutganmiz, 5-6 kunlab oqshomlari qarovullik qilib, sigirimiz nega tug'maydi deb novvoscha tuqqan. Bu kamida 10 martagacha sinovdan o'tgan. Haqiqatan ham shunday bo'lganda novvoscha tuqqan. Tonalarga nisbatan novvoschani sigirlar kamida 6 kun farq bilan ko'proq ko'taradi. Yana bir nimaga e'tibor bering, sigir tug'ishiga oz qolsa yo bo'lmasa tug'ishidan oldin 2 soat farq. Siz xabar oldingiz oqshom sigirdan, sigir tinch, ko'sh qaytarib bemalol yotibdi. 2 soatdan keyin kelsangiz tuqqan bo'ladi. Negaki sigir dard yeyishi 2 soat ko'pincha. Agar 3-4 tuqqan bo'lsa, agar birinchi tug'ish bo'lsa, masalan 3 soat oldin ham dard yeyishi mumkin. Bolasini qizg'anib, tug'may aylanib yuraveradi. Agar tug'ishiga oz qolgan bo'lsa, sigir juda ham bezovta bo'ladi, yurinadi, tepsinadi, peshob qilaveradi, axlat qilaveradi, kam axlat qilaveradi va tinimsiz peshob qilaveradi. O'sha payti bezovta qilish kerak emas. Birinchi tug'ish bo'lsa qizg'anib joyidan turib ketaveradi. Bir chekkada poylab tursangiz ma'qul o'shasi. Poylab turasiz va yotgandan keyin agar buzoqchani oyog'i chiqqan bo'lsa, bemalol yordam berishingiz mumkin. Obuna bo'ling.